learn, earn, give back degan narsa bor edi-da, zo'r ekan. Nima bo'lsam, mana bu hayotda o'rganadigan davr. Bundan tashqari 25 dan keyin ham o'rganadigan davr, undan keyin o'lgungacha ham o'rganadigan davr, butun umr bo'ladi. Inson har doim o'rganish kerak, chunki sharoit o'zgaryapti. Men bu o'tgacha to'ygacha bolangiz pul topmasa indamas ekansizda. Nopti bolam o'qib olgan, institutda bo'lsa ham o'qib boshqa to'ygacha pul topmasa farqi yo'q. 20 yosh bo'ladimi, 22 yosh bo'ladimi, boringanda 25 gacha ham uyingizga bir svetini to'lamasa ham indamasdan ota-ona bo'yniga olar ekan. To'ydan keyin ikkita non ko'tarib keldim deb qo'liga qaraydi ota-ona. Qani svet pulini to'laydimi, kommunalnisini to'laydimi, otasiga yordam qiladimi deydi. Men bu yerda pul topmasa bo'lmaydigan davr boshlanadi to'ydan keyin. 20 bo'lsa, 25 bo'lsa, ba'zida undan ham oxli boshlanadi, oilaviy sharoitga. Pul topmasa bo'lmaydi. Pul topish ana yerdagi yoshlikdagi o'rgangan ilmga bog'liq. Bolalarimizni nima uchun o'qitishimiz kerak? Dadamiz nima uchun zamon 16 yoshda oxirgi 5 dollarlarni bo'lsa ham dars repetitorga beradiganlar. O'shani mevasini ko'ryapsizlar. Ya'ni bola chaqamizni mana bu yerda o'qi. Mana bu kecha 10-15 gacha Qur'onni yodlattiring, bu yerda ilm, matematikami, kimiyami, biologiyami nimaga qiziqadi, ingliz tiliga qiziqadimi, o'qitish kerak. To'ygacha men hozirga keyingi nimalarni ko'rsataman. Bolam, mana bu qizil chizig'ini sezyapsizlarmi nima? Nima bu? Bu hayotdagi rasxodimiz chizig'i. Rasxod chizig'i mana borgan sari umr davomida kattalashib, o'lgunimizcha rasxod tugamaydi. Hatto o'lganimizdan keyin ham rasxod borda, ma'raka deydi, narsa deydi. O'lganimizdan keyin ham shu uydagilar rasxod bilan qutulmaskanda.